Xitoy hukumati Anqaraning millionlagan Uyg'ur qamalgan jazo lagerining taqilishi haqidagi chaqiriqqa inkos qaytardi. Shuning bilan birga Abdurim Heyitning tutib turilayotgan turmada o'lib ketganligi haqidagi xabarni yolg'onga chiqardi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hua Chunying Abdurim Heyit haqidagi bir video e'lon qilganligi, uningda Abdurim Heyitning hayot bo'lib qolmasdan, balki salomatligining yaxshi ekanligini ko'rgili bo'lganligini aytdi. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharqiy Turkiston uchur markazining raisi Abdujilil Qarqash xalqaro jamiyatning Xitoyning yolg'onlariga aldanib qilishini ogohlantirdi. U bu haqda mundaq dedi: Ming yillar burun jang maydonida yengilmagan turklarga saroy o'yinlari va hiyla orqali taqobil turgan Xitoy bugunmi yangi o'yinlarni sahnaga kelib chiqishga boshladi. Xitoy bu harakati orqali o'z abdibashirisini oshkorladi hamda Sharqiy Turkiston va Uyg'ur xalqiga, shundaqla ularni qo'llayotgan Turkiya boshchiligida boshqa davlat xalqlariga ishonch olib keldi. Xitoyga norozi bo'layotgan Turkiya va boshqa davlat xalqlari Xitoyning bu o'yiniga kelmasligi lozim. Xitoy yig'ilish lagerlariga qamab, haq-huquqlarini dafsanda qilayotgan Uyg'ur xalqining jamoat arboblaridan Abduqodir Yapjan bugun Istanbul Chag'layanda sudga chiqdi. Yapjanning Xitoyga qaytarilish yoki qaytarilmasligi haqida qaror chiqarilgan bu sudga yuzlarcha kishi qatnashdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Oliy komissarligining nazorati ostida 15 yildan buyon Turkiyada yashayotgan Yapjan 2016-yili tutib ketilgan edi. Yevropa İttifaqı Tashqi munosabatlar mahkamasi Belgiyada yashaydigan va bu yerga keladigan diplomat va askarlarni Xitoy jasuslaridan ogohlantirdi. Yevropa İttifoqining Bryusselga joylashgan Tashqi munosabatlar mahkamasi ichki bexatarlik organining istixborotiga asoslanib turib, Bryusselda jasus haqida ogohlantirish chiqardi. Mazkur organ diplomatlar va askarlarni Xitoy va Rus jasuslaridan ogohlantirdi. Bu organ e'lon qilgan dokladda Bryusselda 250 nafar Xitoy va 200 nafar Rus jasusi borligi o'tirib qo'yildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerikaning Janubiy Xitoy dengiziga ikki urush paraxoti avatilganligiga qarta noroziligini bildirdi. Yana bir tarafdan Angliya mudofaa ministri Williamson armiyasini qattiq kuch ishlatishga tayyor turishi kerakligini aytdi va ayol podshoh Elizabet nomli urush paraxotlarining F-35 tipli urush aeroplanlari bilan birga Janubiy Xitoy dengiziga avatilganligini dalilladi. Fransiyada bir top liberalizmchi o'zlari belgilagan qoidalarga tushadigan masjid ichishga urindi. Ularning harakati musulmonlarning zo'r noroziligini qo'zg'adi. Fransiya prezidenti Macron o'tgan yili Fransiya islomiy planini yo'lga qo'yganligini e'lon qilgan edi. Buningga asosan Fransiyadagi musulmon tashkilotlar laik sistemasiga asosan yangidan tashkillandi.